sotuvimizga 65 million so'mga Gentra qilingan Lacetti keldi. 2010-yil. Balon holatlari yaxshi, короче, mana. Tiniq balonga qo'yilgan. Motor ходовой korobkalarda hech qanaqa ishlar yo'q ekan. Mana Evakor polilarda bunaqa rollar qo'yilgan. Malibu 1dagi 212 ming probeg monitorlarda. Mana salon holatlari. Ko'rishlaringiz mumkin, yaxshi holatda turibdi. Bank ham berilaveradi 2000 lar. Puli bor odamga bank ham qo'yarsa bo'ladi, qolganini xususiy banklardan chiqarib olamiz. 65 million so'm tan narxi, 5450 atrofida bo'ladi narxi. Mana metallarigacha tayyor. Egasini o'zidan premium mashinamiz. Shunaqa arzon mashinalar kelib qolyapti. Kanalimizga podpiska qilib qo'ysanglar, ulgurib olishga yaxshi bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, mana pastda nomer qoldiramiz. Mashinamiz tayyor. Kelib bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. 1.8 motor ходовой korobka hech qanaqa ishlar yo'q ekan. Gentra qilingan oldi. Kraskalarini ko'rib tekshirib olaverasizlar. Baribir bunaqa mashinalarning kraskasini hozir so'rashda ham hojat yo'q. Kraskasi по-любому bo'ladi. Like, podpiskani bosib qo'yinglar. Sizlar uchun mana shunaqa arzon mashinalarni qo'yib yuboramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Tiniq mana ko'rinishlari ham, sostanasi ham zo'r. 65 millionga mana Gentra qilingan Lacetti 2010-yil.